Assalomu alaykum azizlar. Xudo xohlasa 21-javobini qilishga harakat qilamiz. Demak, birinchi savolda abasi mana bular natural son deyapti. Hammasi bir xil sonda ko'rsatadi deyapti. Ya'ni bir xil sonda ko'rsatadi degani hammasi mana uchalasi qanaqadir songa teng bo'lgan desak bo'ladi. Demak, bir-biriga tenglash haqqimiz bor mana. 3a teng deyman 4b -8 teng 2s pi -2 ga bir-biriga tenglash haqqimiz bor. Uchalasi bir-biriga teng deyapti-da. Keyin mana bu a plus b plus c ni qiymati bu yerda shu kamchilik ketgan 130 bilan 140 oralig'ida demoqchi bo'lganda savolda menimcha. Shunaqa desa chiqadi. Bo'lmasa bu yig'indining qiymati shu oraliqda deyish kerak edi. Bekorga ikkita son yozmagan-ku. Shu savolda ozroq kamchilik bor ekanda. Demak, bu yerdan mana buni hammasidan bizga b ni so'rayapti. Demak, mana bu a ni ham c ni ham b ga bog'lab olsak bo'ladi. Demak, mana bu yerdan mana bu tenglikdan a ni topadigan bo'lsam 4b - 8 taqsim 3 bo'ladi. Mana a ni topsam. Endi mana bu tenglikdan c ni topadigan bo'lsam 2 bu yoqqa o'tsa, plusi o'tsa -6 qoladi-da. Keyin 2 ga bo'lib yuborgan paytim 2b -3 bo'lib qolar ekan. Endi shu ikkalasini olamizda o'rniga qo'yamiz mana. 130 dan katta a ni o'rniga 4b -8 taqsim 3 ni qo'yamiz. Plus b c ni o'rniga 2b -3 ni qo'yamiz mana. Shu kichkina 140 dan. Shu yerdan b ni oralig'i chiqadi. Buni topamiz, bo'ldi. Demak, mahraj 3 berib yuborsak, mana ikkalasi 3b bo'ladi. Keyin 3 ga ko'paytirgan paytim 9b bo'ladi. Bunga ham 3 beraman. Bun bilan bunga ham 3 berib yuboray. Mahraj 3 berib tashlab yubormoqchiman-da mana. 390 dan katta bu 9b. 9b ga 4b ni qo'shadigan bo'lsam 13b bo'ladi. Keyin mana bu 9 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak -17 bo'ladimi? -17 bo'lar ekan. Bu 420 bo'ladi. Endi bu 17 bu yoqqa plusi o'tsa, buni qo'shsak 407 bo'lar ekan. 17 bu yoqqa plusi o'tsa mana 13b. Endi bu 420 qo'shadigan bo'lsak 437 bo'lar ekan. Endi buni hammasini 13 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, kalkulyatorda bo'lib qo'yaveramiz shuni. 407 ni bo'laman 13 ga. 31,3 bo'lyapti. Demak, 31,3 dan katta b bo'ldi. Kichkina 437 ni bo'lsam 437 ni bo'laman 13 ga. 33,6 bo'lyapti. 33,6. Demak, bu oraliqda natural son bizga b'miz natural son bo'lishi kerak-da. B'miz necha bo'lishi mumkin? 32 bo'lishi mumkin yo 33 bo'lishi mumkin. Shu ikkalasidan birortasi. 32 ni ham 33 ni ham olib turib, mana buni joyiga qo'ysak, o c butun son chiqaveradi. Bu yerda natural son chiqadi. Ikkalasida ham c natural son chiqadi. Endi buni olib turib mana yerga qo'yib ko'ramiz. Qaysi birida natural son chiqar ekan? 32 ni olib turib buni yerga qo'ysam, 32 ni 4 ga ko'paytirsam 128 bo'ladi. 128 dan demak mana 32 ni olib turib mana b ni joyiga qo'ysam, 4 ga ko'paytirsam 128, 8 dersam 120, 120 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam 40 chiqar. A ni qiymati 40 chiqar ekan. 33 ni qo'yadigan bo'lsak, 33 ni bu yerga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak 132 bo'ladi. 8 da ayirsak 3 ga bo'linmaydigan son bo'lar ekan. Shuning uchun 33 olmaymiz ekanda 32 ni olsak bo'lar ekan. D javobi. Birinchisining javobi. Ikkinchisi endi o'zaro tub sonlar debdi. Demak, bu yig'indini mahraj berib birinchi qo'shib olishimiz kerak ekan. Mahraj necha beramiz ularga? Hammasini birdan qo'shamizmi? Yo, bunday qilsak bo'lar ekan. Buni bir o'zi. Birinchisi 1. Mana bunga bilan mana bu 3 ta kasrni mana ularni bir-biriga qo'shsak 1 bo'lib ketar ekan u ham. Mana 3 tadan bersam, bunga 2 tadan bersam 5 taqsim 6 bo'ladi. 5 taqsim 6 ga buni qo'shsam 6 taqsim 6 bo'lib, u ham 1 bo'lar ekan. Endi bu ikkalasiga umumiy mahraj 20. Bunga 5 beraman, bunga 4 beraman. Bu 9 taqsim 20 bo'lar ekan.
teng m taqsim n bo'ldi. Bu endi 2,2 ni bunga ko'paytirsak 2,20 dan 9 bo'lyapti. M taqsim n. Bu degani 49 taqsim 20 degani m taqsim n. Demak 49 bilan 20 o'zaro tub son. Demak o'zaro tub bo'lgani uchun demak m ni 49 n ni 20 deb olsak bo'ladi. Yig'indisini so'ragan 69 ekan. Javob. Uchinchisi. Traktorchi fermer xo'jaligi maydonining shuncha qismini 4 soat shuncha minutda haydadi. 4,5 soatda ishlagandan so'ng yana 4 gektar yer qolib ketibdi. Bunday qilaylik. Jami yerni maydon necha gektar? Demak bunday qilamiz. Jami 6 dan 5 qismini 4 soat 15 minutda haydadi. Uni soatga aylantirib yuborsam 15 taqsim 60 desam soatga aylanadi. Buncha soatda haydagan. Endi bir butun jami hammasini qancha vaqtda haydaydi deb topsak, jami soat topsak bo'lar ekan. Buni ikkalasini 15 ga qisqartirib olsam 1/4. Demak buni bu yoqqa ko'paytiraman. 5x taqsim 6 teng ekan. Buni ko'paytirsak bu necha bo'ladi? 16, 17, 17 taqsim 4. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsam necha bo'ladi? Buni bilan buni 2 ga qisqartirsam bu yerda 2, bu yerda 3 qoladi. 3 ni buni ko'paytirsak 51, 51 taqsim 10. Ya'ni 5,1. 5,1 soat ichida jami yerni tugatar ekan. O'zi 4,5 soat ishlagan bo'lsa, demak o'sha 5,1 dan 4,5 ni ayiraman. Ya'ni qancha soatlik ish qoluvdi? Jami ishni, mana jami ishni 5,1 soatda bo'ladi. 4,5 soat ishlagandan keyin yana necha soat ish qoluvdi? Shuni topmoqchiman. Ayirsam necha bo'ladi? 0,6. Demak 0,6 soatlik ish qolgan ekan. Shu 0,6 soatlik ishimiz 4 gektar joyga teng bo'lsa, jami 5,5 soatda qancha gektar yerni haydardi deb topsak bo'lar ekan. Proporsiya qilib oldim. Demak buni ko'paytirsak 0,6 y-imiz teng 4 ko'paygan 5,1. Bu ikkalasini 2 ga qisqartirsam bu yerda 2, bu yerda 0,3 qoladi. 5,1 0,3 ga bo'linar ekan. 0,3 bunga bo'ladigan bo'lsam nechtadan tegadi? 17 dan tegar ekan. 17 ni 2 ga ko'paytirib qo'ysak necha bo'ladi? 34 bo'ladi. Demak 34 gektar yer haydagan ekan-da. Jami yer shuncha 34 gektar yer bo'lgan, 30 gektarni haydagan, 4 gektar qolgan. 4-inchisida aytyapti. Avtomobil shahardan deyapti qishloqqacha bo'lgan yo'lni shuncha tezlik bilan bosib o'tadi. Orqa qaytishda deyapti u masofani shunchasini avvalgi tezlik bilan qolgan yo'lni deyapti shuncha tezlik bilan yurgan bo'lsa 10 minut vaqt ortiq sarflagan. Bu bunday. Xullas 80 tezlik bilan yurganda yana orqa qaytishda shu vaqtda qaytardi. Mana 0,75 masofani avvalgi tezlik bilan yurgan. Demak 25%ni olmish tezlik bilan yurgan. Mana S masofa shuni 0,25 ga qo'ysa 25%ni 80 tezlik bilan yurganda vaqtida borardi. Endi shu masofani bu 0,25 ni 60 tezlik bilan yurgani uchun 10 minut vaqt ko'p sarfladi. Qaysi biriga 10 minut ko'p vaqt sarflangan? Bunga. Demak bu 10 minut kam. Shunga 10 minut qo'shsam soatga aylantirib teng bo'ladi deb qo'ysak bo'ladi. Va shu yerdan S topsak ham bo'ladi. Demak mahraj bularga 240 bo'laman. Bunga 3 tadan, bunga 4 tadan, bunga 3 tadan bersam mahraj bergan bo'laman. Bunga 4 tadan ekan, 3 tadan emas. 4 tadan. Mana bu ko'paytirsak 0,75 S plus 40 teng bo'lyapti. Bu ko'paytirsak S o'zi bo'ladi. Bu yoqqa minusga o'tsa 0,25 S teng 40. Bu degani S taqsim 4 bo'lyapti. S taqsim 4 teng 40 bo'lsa, bu yerdan S'imiz teng 160. Jami yo'l 160 km bo'lgan ekan dajo. 5-inchisi. Shu
shu bo'lsa shuni toping deyapti. Xullas mana bu 48 degani 3 ko'paytirilgan 16 degani. 3 ko'paygan 16. Shuni mmchisi teng ekan 64 degani 2 ni 6-chisi mana. Endi 2 ni birinchi darajasi 3 ni n'inchisi bo'lsa shuni qo'yib yuboramiz joyiga mana. 3 ko'paytirilgan mana yerga 3 ni n'inchisining 4-chisini yana mmchisi bo'lyapti. Bu yerga 2 ni joyiga 3 ni n'ichisini mana 6-chisi bo'lyapti. Endi daraja bilan daraja bir-biriga ko'paytirilardi. Mana buni bir-biriga ko'paytiramiz. Buni bir-biriga ko'paytiramiz 4n bo'ladi. Keyin buni darajasida 1 bor. 1 ga 4n ni qo'shamiz. 3 darajasida 1 plus 4n bo'ldi. Shuni mmchisi teng bo'ldi 3 ni 6n'chisi. Bu m endi mana bu m yana bunga ko'paytiriladi. Buni bir ko'paytirib yozadigan bo'lsam, men bu yerda yozyapman. M plus 4mn teng bo'ladi 3 ni 6n'chisiga. Asoslar bir xil bo'ldi. Ularni tashlab yuborsak, darajani, bu darajasi tenglab qo'ysak, n ni topishimiz kerak. n lar bir tarafga o'tishi kerak. Buni bu yoqqa o'tkazib yuboraman. m teng bo'ladi 6n minus 4mn. n ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak 6 minus 4m bo'ladi. Bu yerdan n ni topadigan bo'lsak, m taqsim 6 minus 4m bo'ladi. m taqsim 6 minus 4m esa b javob ekan. 7-chisida buni hisoblang debdi. Buni irratsionallikdan qutqaramiz-da. Mana bu ikkalasini bitta qilib, buni bitta qilib, shuni plyusiga ko'paytiramiz. Izosi 6 plus 1 plus izosi 7 ga ko'paytiramiz plyusiga. Izosi 6 ni buni ko'paytirsak 6 plus ilzosida 42 minus ilzosida 6 ko'paytirib, endi 1 ga ko'paytirsak plus ilzosida 6 plus ilzosida 7 minus 1 minus 7 ga ko'paytirsam minus bu minus emas plus ekan. Plus 42 plus 7 minus ilzosida 7. Biz ko'paytirib olib chiqdim. Pasi ilzosida 6 plus 1 ni kvadrati minus ilzosida 7 ni kvadrati bo'ladi. Teng. Endi qolganlar qaysi nimalar qoldi o'zi yerda? Mana bu 6 dan 1 ni ayirsak 5, 5 ga buni qo'shsak 12 bo'lar ekan. 12 bo'ldi. 42 bilan 42 2 ilzosida 42 yana nima? Ilzosi 6 bilan bu ketadi, ilzosi 7 bilan bu ketar ekan. Bu boshqa qolmadi, taqsim mahrajida. Bu 6 bo'ladi, plus 2 ilzosida 6 plus 1 minus 7. Demak, buni ikkalasi 7 bo'lib bu bilan ketar ekan. Teng ilzosida 6 qolgan bo'lsa, 2 ni qavsini tashqari chiqarsak tepadan 6 plus ilzosida 42 bo'ldi. Taqsim 2 ilzosida 6. 2 ilzosida 2 lar ketsa, tepada ilzosida 6 ni qavsdan tashqari chiqarib olsam, ilzosida 6 plus ilzosida 7 bo'ladi. Ilzosida 6 bor. Bular ham qisqarib ketsa, ilzosida 6 plus ilzosida 7 qolar ekan. B javob. Keyingisi hisoblang debdi. Demak, bu ildiz darajasi bilan bu darajasi bir xil bilan qisqartsam bo'ladi. Faqat juft ildiz bo'lgani uchun bunda ayirma musbat bo'lishi kerak. Bu ayirma musbat bo'lishi uchun birinchi kattasini yozishimiz kerak. Agar shu yerda misol uchun 5-ilzosida bu ham 5 bo'lganda, shu bilan qisqarib ketib o'zi chiqardi. Joyini o'zgartirmasdik. Musbat bo'lsa musbat, manfiy bo'lsa manfiy chiqadi. Tepasini ildiz keltiradigan bo'lsak, buni 2 ga bo'lgan paytimiz 3 bo'ladi. 9 ga 3 qo'ysak 12. 3 minus ilzosi 3 ni qavs kvadratini berar ekan bu. Tepasi. Pasi 2 ilzosida 3 minus 2 chiqadi. Joyini almashtirib chiqarib birinchi kattasini yozaman-da, shu. Keyin 4-ildiz bilan bu qisqarib ketadi. Kvadrat bilan bu ketadi. Tepada 3 minus ilzosi 3 qoldi. Pastidan bitta 2 ni chiqarsak, ilzosi 3 minus 1 qoldi. Tepadan ilzosi 3 chiqarsak bo'lar ekan. Ilzosi 3 chiqarsam ilzosi 3 minus 1 bo'ladi. Pastida esa 2 ilzosi 3 minus 1. Bular bu qisqarib ketsa, ilzosi 3 minus 2 qolar ekan.
Ajoyib. Keyingi 8-misol. Shuni so'rabdi. Buni nima qilsa bo'ladi? Demak, 8-sida so'ralgan bo'lsa, kadrni ko'tarmasak chiqamikan? Kadrni ko'tarib ko'ramiz. Mana buni ikki tomon kadrni ko'tarsam, x kvadrat bo'ladi. X kvadratni ko'paytirsam birdan yozyapman. X kvadrat plyusdan x kvadrat plus y kvadrat bo'ladi. Plyusdan bu ham y kvadrat plyusdan x kvadrat y kvadrat bo'ladi. Plyusdan ikkalasini ikkilangani bo'ladi. 2xy 1 plus y kvadrat 1 plus x kvadrat. Shu teng buni kvadrati. Bu necha bo'ladi o'zi? 24. 24 ga buni qo'shsak 35 bo'ladimi? 35 taqsim 12 ning kvadrati. Endi nima qilamiz? Bu x kvadrat plus y kvadrat bo'ldi. Plyusdan 2 ta x kvadrat y kvadrat plus 2xy ildizosi 1 plus y kvadrat. Ko'paytirsak nima bo'lar ekan bu? Buni ko'paytirsak 1 plus x kvadrat plus y kvadrat plus x kvadrat y kvadrat bo'lar ekan. Bir-biriga ko'paytirsa teng 35 taqsim 12 ning kvadrati. Shuni ildiziga o'xshatsa bo'ladi. Bu x y nima qilamiz? Bir qo'shsak. Deb belgilab bunday demoqchi. Ildiziga o'xshash uchun men birni o'zimdan qo'shdim. X kvadrat plus y kvadrat plyusdan x kvadrat y kvadrat plus 2 x y ildizosida 1 plus x kvadrat plus y kvadrat. Bu o'zini yozdimda. Birni o'zimdan qo'shdim. Keyin plus x kvadrat y kvadrat deyman. Ya'ni mana bu ikkita edi. Bittasini bu yerga yozdim, bittasini bu yerga yozdimda. Buni birini o'zimdan qo'shdim. Tenglikda bu tarafiga ham shuni qo'shib olaman. 35 taqsim 12 ning mana kvadrati plus 1. Ikki tarafga qo'shdim. Mana buni t deb belgilasak, mana bu t kvadrat bo'ladi. Ya'ni pastda yozyapman. Qorada yozsak, t kvadrat plyusdan 2xy t plus xy kvadrati bo'ldi. Teng 35 taqsim 12 ning kvadrati plus 1. Mana bu formulani beryapti-da. Qanaqa formula? T plus xy ning qavs kvadratini ber. Teng bu ham formulani bersa kerakdir-da. 35 kvadratiga 12 ning kvadratini qo'shamizda taqsim 12 ning kvadrati bo'lyapti. Kalkulyatorda hisoblab qo'yaylik shuni. 35 ko'paygan 35. Shunga qo'shamiz 144 ni. Shundan ildiz chiqarsak necha ildiz chiqar ekan? 37 chiqar ekan. 37 taqsim 12 ning kvadrati bo'lar ekan. Demak, t plus xy teng 37 taqsim 12 bo'ldi. Biz t deb ildizni belgiladik. O'zi xuddi shuni so'rayapti.
Misolda mana uni ochib t edi. X y plus t ni so'rovdi. Shu 37 taqsim 12 chiqdi. Bu bo'lsa 3,12 dan 1 bo'lib shu ekan mana. Javob ekan. Keyingisi 9-siga o'tadigan bo'lsak, endi buni o'chirib tashlaymiz. 9-sini ishlasak, 9da mana bu bilan mana bu bir xil ekan. Demak, shu yerga n qo'yib yuborsam, mana shuni joyiga n qo'yib yuborsam, bu yoqqa ham n qo'yish haqqim bor. 14 n bo'ladi. Bizdan a n ni so'rayapti. A n teng s n dan s n minus 1 ni ayirsak, a n chiqadi. Uni qo'yib yuboramiz demak mana. S n 14 n. S n mana bu n ni o'rniga nima qo'ysak, bu yerga ham shuni qo'yishimiz kerak. Bizga endi s n minus 1 kerak. S n minus 1 teng bo'ladi 14 n minus 1 ga. Ochorsak 14 n minus 14 bo'ladi. Qo'ysak mana 14 n minus 14. Qavsini ochib 14 nlar ketib qolib 14 qolar ekan. C javob. 10-sida shuni beribdi, bunisini so'rabdi. Mana buni ikkita tomonni shunday kvadrat ko'tarib olsak, o'zi chiqib qolar ekan mana. Kvadrat ko'tarsam b1 ni kvadrati plus 2 ta b1 ko'paygan b12 11 b1 ko'paygan bu mana yerda b1 ko'paytirilgan b11 plusdan b11 ni kvadrati teng 36 bo'ladi. Endi kvadratlar yig'indisi mana uni kvadratiga uni kvadrat qo'ysa 20 ekan mana. 20 plusdan mana buni indekslari yig'indisi 12. Indekslar yig'indisi 12. Buni ham indekslar yig'indisi 12. Xossasida indekslar yig'indisi 12 bo'lsa, bir xil bo'lsa, uni qo'yversa bo'ladi. Demak, mana shu joyiga b5 ko'paygan b7 qo'yish haqqim bor. Teng 36. Bu 20 bu yoqqa minus o'tsa 16 qoladi. 16 ni 2 ga bo'lib yuborsak, 5 ko'paygan b7, 16 ni 2 ga bo'lsak 8 bo'ladi. Demak, 8 ekan D javob. 11-si, demak shu bo'lsa shuni toping debdi. Demak, buni alohida bunaqa misol kelib qolsa, buni alohida ishlardik. Demak, mana misol uchun mahrajini hisoblab olsak, mana shuni teng x deb belgilasak, takrorlangan joyiga x qo'yib yuborardik. X emas, boshqa harf bilan belgilaylik shuni. Misol uchun shu yerda yo'q, qanaqa a harf bilan belgilaylik. Mana shu yerdan boshlab takrorlandi, yana a ni qo'yib yuboramiz. 6a teng bo'ldi a ga. Kvadrat ko'tarib yuborsam 6a teng a kvadrat bo'ladi. A kvadratlar bilan qisqarib ketsa a teng 6 ekan. Demak, mahraj 6 bo'ldi. Endi bunisini b deb belgilab olsam, men buni teng b desam, mana yerdan boshlab takrorlandi, shu yerga qo'yib yuboraman. 3-lizosida 9 ko'paygan b teng ekan b ga. Ikki tomon kubga ko'tarib yuborsam, b ni kubi bo'ladi, lizi ketadi. Bu bilan bu qisqarsa b kvadrat teng 9 bo'ladi. Bu yerdan b teng plus minus 3 bo'ladi. Plus 3 ni olamiz, chunki musbat sonlar u. Endi buni s deb belgilab olsam, s deb belgilasak, mana bu yerdan boshlab takrorlandi. O'sha takrorlangan joyiga s ni qo'yib yuboramizda. Yozaman mana. Lizosida x kvadrat minus x plus s teng bo'ldi s ga. Kvadrat ko'tarib yuborsam x kvadrat minus x plus s teng s kvadrat bo'lyapti. Buni bu yoqqa o'tkazsak, x kvadrat minus s kvadrat minus chiqarsak, bu yerdan x minus s bo'ladi teng 0. Bu x minus s x plus s bo'ladi. Minusdan x minus s teng 0. X minus s ni qavsdan tashqari chiqarib olsam, x plus s minus 1 bo'ladi teng 0 ga. Ko'paytma 0 bo'lishini har birini 0 ga tenglaymiz. Demak, buni 0 ga tenglasak, x teng s bo'ladi. Buni 0 ga tenglasak, x imiz teng s minus 1 bo'ladi. 1 minus s bo'lar ekan. 0 ga tenglasak 1 minus s bo'ladi. Biz nima topishimiz kerak o'zi? S ni topishimiz kerak. Demak, bu ifodaning qiymati bu yerda s ni topsak 1 minus x ekan. S ni qiymati 1 minus x yoki s chiqdi. O'rnab qo'yamiz endi mana. Shu kasrda bunday yozsak mana. Bu surat s'imiz x qo'ysak, x taqsim 6 teng bo'ldi 3 ga. Bu yerdan x'imiz teng 18 bo'lar ekan mana.
Keyin 1 minus x taqsim 6 teng ekan. O'z 1 minus x bo'lishi mumkinmi bu? Voh. 1 minusning qiymati 1 minus x bo'lsa bo'ladimi, bo'lolmaydi. 1 minus x. Keyin birdan kichkina bo'lsa 1 qo'yib yuborganmiz deb yozamiz, bo'lishi mumkin ekan. Teng 3 desak, bu yerdan bu yoqqa o'tadi, necha bo'ladi? 18 bo'ladi. X'imiz teng minus 17 bo'lar ekan. X'imiz minus 17 bo'lishi mumkinmi? X'imiz minus 17 bo'lishi mumkin. Shunaqa chiqdi. Ikkita chiqdi-ku. Egalasini qo'yib ko'raylik-a. 18 ni qo'ysak, yo yetmay qoldi-ku. Nega yozamiz mana bu yerga? 18 ni qo'ysak, mana 18 minus 5 ko'paygan 18 plus 4 teng 18 dan 5 yozsak 13 bo'ladi. Bu bo'lsa 22 bo'ladi. Demak 13 ni 22 ko'paytiramiz. 13 ni ko'paytiramiz 22 ga. 286 bo'lar ekan. 286 ga javob bor. Minus 17 ni qo'ysam minus 22 bo'ladi. Minus 17 ni bu yerga qo'ysak necha chiqadi? Minus 13 chiqadi. Yana buni ko'paysak bunda ham 286 ekan. Ikkalasidan bir xil chiqar ekan. Shuning uchun B javob. 12. Tenglama parametri qanday qiymat tenglamasida 3 ta musbat ildizga bitta ildizi manfiy bo'ladi. 3 ta musbat bitta manfiy ildizga ega bo'lishi kerak. Bunaqa savol kelganda har doim grafik chizardik. X kvadrat minus 6x plus 1 ni grafini chizamiz. Y teng 2a plus 1 ni grafini chizamiz. Ikkalasini bitta so'nog'iga chizamiz. Buni chizayotgan bu x nolini topishimiz kerak. U parabola bo'ladi. X noli 3 ekan. 3 ta borib qo'yadigan bo'lsam nima bo'ladi bu? 3 ni qo'ysak nima bo'lardi? 9 bo'lardi. 9 bo'lsa minus 8 bo'lar ekan. Demak, chizmasini chizadigan bo'lsak, chizsak x o'qi, mana y o'qi. Diskremantni hisoblasak nima bo'ladi? 36 bo'ladi. Minusdan 4 32 bo'layapti. 32 bo'lsa x1 x2 ni topsak 6 plus 4 ildizi 2 taqsim 2 bo'ladi. Bu degani 3 plus 2 ildizi 2 3 minus 2 ildizi 2. Ikkalasi ham musbat son. Demak mana bu yerda bittasi mana bu yerda kesib o'tsa, buni birdan kesib o'tsa, demak buni grafini chizsak parabolaniki. Xullas men 3 qo'ygan paytimiz minus 8 bo'lyapti. Mana bunday bo'lar ekanda, mana bunday ketar ekan parabola. Endi bu modul bo'lgani uchun x o'qidan pastga tushmaydi-da, mana bu pastdagi grafigi, mana bu grafigi tepaga qaytib qoladi. Mana bunday bo'ladi-da, mana bunday bo'ladi. Endi 3 qo'ygan paytimiz 8 bo'ladi-da bu. Bu pastdagi grafik bo'lmaydi. Shuning uchun pastini o'chirib qo'yaman mana yerdan, mana bunday o'chiryapman. Pastini o'chirdik. Grafik shunaqa o'tadi. 2a plus 1 endi bu to'g'ri chiziq, bu x nomalum yo'q. Shuning uchun bu to'g'ri chiziq grafigi mana bu yerdan bunday o'tsa, mana bitta musbat, ikki mana 3 ta musbat, 3 ta joyda kesishib, bitta manfiy tarafda kesishyapti. Ya'ni mana bu yer 1 edi. Demak, agar pastroq 4 ta musbat bo'lsa, mana bu yerdan bunday o'tganda bu 4 ta musbat yechim bo'lib qoladi. Demak, shuning uchun bizga 2a plus 1 imiz katta bo'lishi kerak ekan 1 dan, kichkina bo'lishi kerak ekan 8 dan. Shu oraliqda, mana shu oralig'idan o'tsa, bitta manfiy, 3 ta musbat bo'ladi. Agar
2a plus 1'imizni qiymati 8dan emas. 1dan kichkina bo'lib, 0 dan katta bo'lsa, pastga o'tsa 4 ta musbat bo'lib qoladi. Mana 4 ta musbat yechim bo'lib qoladi. Bizga bu yechim kerak emas. Bu kerak. 1 ga qo'ysam 0 bo'ladi, 2a ga qo'ysa 7 bo'ladi, 2 ga bo'lsam 0, a 3,5 bo'ladi. 0 3,5 B-javob. 13. Tenglama ildizlari shu bo'lsa, shuni toping debdi. Demak, tenglama ildizlar degan bu nurgulatordan qiymatlar. x1 ni qo'yib yuborsam mana x1 ni kvadrati minusdan 3 ta x1 teng bo'ladi -1 ga bu yoqqa qo'ysa x1 ni qo'yib yubordim-da. Shu yerga x2 ni qo'yib yuborsam ham bo'larmidi? x2 ni qo'yib yubormaymiz. Shu. Endi mana bu ikkalasidan 2 ta x1 ni kvadratini chiqarib yuborsam qavsdan tashqariga nima qoladi? 2x1 ni kvadrati minusdan 2 qolmaydi, ketga chiqib ketdik. Bu nima o'chmayapti bu? 3 o'chiramiz. x1 ni kvadratini chiqarib yuborsam x1 ni kvadrati minusdan 3 ta x1 qolar ekan. Bu ikkalasidan chiqaramda. Minus 2 ta x2 ni kvadrati plus 7. Mana buni qiymati -1 edi mana. -1 ni qo'yib yuboraman joyiga. -1 ni qo'yib yuborsam minus 2 ta x1 ni kvadrati minus 2 ta x2 ni kvadrati plus 7 bo'ladi. Bundan demak minus 2 ni chiqarib yuborsak nima bo'ladi? Mana minus 2 ni chiqarib yuborsam x1 ni kvadrati plus x2 ni kvadrati bo'ladi plus 7. Endi buni vektor teoremasidan foydalanib mana minus 2 turadi. x1 plus x2 ni kvadrati desak, ikkilangandan ayirardik. Plus 7 turibdi. Minus 2 ko'paygan yig'ildi o'rniga, demak bu vektor teoremasidan x1 plus x2 3 ga teng, ko'paytmasi 1 ga teng. 3 kvadrati minus 2 ko'paygan 1 plus 7. Demak minus 2 ko'paygan bu 9 bo'ladi. 9 dan 2 ni ayirsak 7 plus 7. Necha bo'ladi? Minus 14 bo'lsa minus 7 bo'lar ekan. B-javob. 14-sida tenglama sistemasini shuni toping debdi. Demak, buni birinchisini ikkita tomonda x minus y darajaga ko'tarib yuborsam, mana x minus y darajaga ko'tarib yuboryapman. Teng x plus y bo'ladi. Bu yoqda mana bu bilan ilduz darajasi ketadi. 2 ilduz ostida 3 ning x minus y bo'ladi. Keyin pastda mana bu tenglik bor edi. Demak, bu yerdan x plus y o'rniga buni qo'yib yuborsam 2 ilduz ostida 3 ning x minus y ko'paygan buni 1 taqsim 2 ni x minus y desam bo'ladi. Teng 3 ga. Endi bu darajalar teng bo'ldi. Bittaga olib yozadigan bo'lsak buni 2 ilduz ostida 3 ko'paygan 1 taqsim 2 ning x minus y teng 3 desak, ikkilar qisqarib ketarganda 3 qolar, ilduz ostida 3 qolar ekan. Ilduz ostida 3 ni x minus y bu tomonda ilduz ostida 3 ni kvadrat deb yorsam bo'ladi. Bularni tashlab yuborsam x minus y teng 2 chiqdi. Demak, mana bu yerga 2 ni olib borib qo'yib yuborsak x plus y teng bo'ladi. 2 ni qo'ysak 12 bo'lar ekan. X minus y teng 2 ekan. Endi bir qo'shib yuborsak 2x teng 14 bo'lsa, x'imiz teng 7 ekan, y'imiz teng 5 ekan. 7 bilan 5 ekan. Endi bizda mana bu so'rovdi. Topadigan bo'lsak x joyiga 7 qo'yamiz, u joyiga 5 qo'ysak 10 bo'ladi, 17 bo'lar ekan. D-javob. 15-si. Demak, tenglik bilan 0'dir. Mana ildizlarda musbat son chiqadi. Juft ildiz bo'lgani uchun, bu ham juft ildiz bo'lgani uchun musbat son chiqadi, bu ham juft ildiz bo'lgani uchun musbat son chiqadi. 3 ta musbat sonni qo'shsak hech qachon 0 bo'lmaydi. Ular
Faqat har biri 0 bo'lgandagina 0 bo'lishi mumkin. Shuning uchun har birini 0 ga tenglaymiz. Bu yerdan 0 ga tenglasak sinus y teng 1 bo'ladi. Buni 0 ga tenglasak kosinus 2z teng 1 bo'ladi. Buni 0 ga tenglasak tangens x teng 1 bo'lar ekan. Endi bu oraliqda mana oraliqqa tushadigan x'imiz pi taqsim 4 bo'ladi. Bu oraliqqa tushadigan y'imiz pi taqsim 2 bo'ladi. Bu yerdan bu 2z'imiz bu oraliqqa tushadigan 0 bo'lar ekan. Endi buni topamiz. 2 x o'rniga pi taqsim 4 qo'yamiz. 5 z o'rniga 0 qo'yamiz. Y o'rniga pi taqsim 2 qo'yamiz. 0 bo'lib ketsa, bu bilan bu qisqarsa 2, pi taqsim 2 lar qisqarsa 1 taqsim 3 qolar ekan. B javob. 16 ABC'lar to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi bo'lsa, shuni berilgan bo'lsa, bu degani mana bu logaritm bu 7 ni 8-si a ga teng deganinglar. 7 ni 8-si teng a bo'lyapti. Bizdan buni so'rabdi. Demak, asosi bir xil bo'lsa, buni bir-biriga ko'paytirib olishimiz mumkin edi. Logaritm qoidasiga ko'ra logaritm 49 asosiga ko'ra buni ko'paytirsam s kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Bu to'g'ri burchakli uchburchak. Bu a bu b bu s bo'lsa, a kvadratga b kvadratni qo'shsak s kvadratga teng. Buni bu yoqqa minus qo'ysak a kvadrat teng bo'ladi s kvadrat minus b kvadrat. Bu o'rniga qo'yib olsam bo'lar ekan men bergan. 49 degani 7 ni kvadrat bo'lsa 7 1 taqsim 2 oldinga chiqadi. Logaritm 7 asosiga ko'ra buni o'rniga a kvadrat qo'yib olsam, mana bu oldinga tushsa men bergan 1 taqsim 2 bilan 2 qisqarib ketsa, logaritm 7 asosiga ko'ra a qolar ekan. Bu 8 ekan. Google 8 berilgan. B javob. 17. Bunaqa funksiyalar berilganda birinchi ichidagi funksiya hisoblanadi. Mana j4. Eng ichidagi j4 degan mana bu joyga 4 qo'y deyapti. Mana 4 qo'yib hisoblaymiz. X joyiga 4 qo'ysam 1 taqsim 4 minus 5 bo'ladi-da, minus 1 bo'lar ekan. Demak, bu minus 1 chiqdi. F j minus 1 bo'ldi. Endi bu minus 1 qo'yib hisoblashimiz kerak ekan shuni joyiga. J minus 1 mi? 1 taqsim minus 1 minus 5. Minus 1 taqsim 6 bo'ladi. Bu demak f minus 1 taqsim 6 bo'ldi. Endi buni hisoblaymiz. Teng shuni hisoblaymiz. Men minus 1 taqsim 6 ni hisoblashim kerak. Mana buni joyiga qo'yamiz ekanda f minus 1 taqsim 6 ni teng deyman. Minus 1 taqsim 6 ni qo'ysak necha bo'ladi? 1 taqsim 36 bo'ladi. Plus 5 taqsim 6 plus 1 bo'ladi. Teng. Buni 6 dan mahraj bersak 30 31 bo'ladimi? 31 taqsim 36 plusdan 1. Buni 36 dan mahraj bersak 67 taqsim 36 bo'lar ekan. Bunday javob. 18-si. 1 taqsim kosinus 4 bo'lsa, demak bu yerdan kosinus x'imiz teng 1 taqsim 4 bo'ladi. Buni so'rayapti ekan, demak buni soddalashtirsak bo'ladi. Soddalashtirsak sinus kvadrat chiqarib olsak, marj beraversak sinus kvadrat bo'lar ekan, taqsim kosinus kvadrat. Soddalashtirsa bo'lar ekan ichini. Mana sinus kvadrat 2x taqsim kosinus kvadrat 2x minusdan sinus kvadrat 2x desak, birdan sinus kvadrat 2x chiqarsam, qolsin tashqariga 1 minus kosinus kvadrat 2x taqsim kosinus kvadrat 2x bo'lib qolar ekan. Teng ichida mana 1 minus kosinus kvadrat o'rniga mana bu 1 minus kosinus kvadrat o'rniga sinus kvadrat qo'yib yuborsam sinus 4-chisi bo'lar ekan. Sinus 4-chisida
2x taqsim kosinus kvadrat 2x. Sinus endi 4-chisida 2x ochib yuborsam, 2 ning 4-chisi sinus kvadrat sinus 4-chisida x ko'paytirilgan kosinus 4-chisida x taqsim buni kosinus 2x ni 2 ta kosinus kvadrat x minus 1 desak kvadrat buni qo'yaversak bo'lar ekan. Demak, 16 bo'ladi. 2 ning 4-chisi. Buni joyiga 1 minus kosinus kvadrat x ni kvadrat desak, sinus 4-chisida buni joyiga 1 taqsim 4 ni qo'ysak, 1 taqsim 4 ni 4-chisi. Taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 16 minus 1 ni kvadrat. Shu hisoblash ko'p. Endi buni 4 kvadrat bilan 16 ni qisqartirib olsam, bu 4 kvadrat qoladi. Bu yerga 1 qo'yib yuborsak, ildizni ichida 1 minus 1 taqsim 16 ni kvadrati ko'paygan 1 taqsim 16 taqsim bilan bu qisqarsa 8 qolsa, mana shu bersak 7 bo'ladi. 7 49 bo'ladi. Taqsim 64 bo'lar ekan. 16 bilan bu qisqarsa bu yerda 4 qoladi. 4 tepaga chiqib ketsa, bu yerda 15. Ildiz ostida 15 ni kvadrati taqsim 16 ni kvadrati ko'paytirilgan 4 taqsim 49 bo'lar ekan. 16 ni kvadrati ildiz chiqarsak 15 chiqadi, bundan 2 chiqadi, bundan 16 chiqadi, bundan 7 chiqadi. Bu bilan bu qisqarsa 8. 15 taqsim 56 bo'lar ekan. Bu javob. Shtur ham qo'yib yuborganda ham bo'lar ekan. Hamma to'g'ri chiziqlar orasida masofani toping debdi. Ikkita to'g'ri chiziq orasida masofani topish uchun u bir-biriga parallel bo'lishi kerak. Bir-biriga parallel ekan. Demak, bu yerdan y topadigan bo'lsam, birinchisidan 4 taqsim 3x minus 3 bo'ldi. Mana 3y ni bu yoqqa o'tkazdim, 9 ni bu yoqqa o'tkazimda 3 ga bo'lib yubordim. Keyingisidan ham y topsak, 4 taqsim 3x bu yoqqa o'tsa minus 6 bo'ladi. Demak, ikkita parallel to'g'ri chiziqlar orasida masofani topish uchun formulasi bor edi. b1 minus b2 taqsim ildiz ostida k kvadrat plus 1. Shu formula qo'yib yuborsak, minus 3 dan ayiramiz minus 6 ni, blar shulardan. Shu moduli taqsim ildiz ostida 4 taqsim 3 ni kvadrati plus 1. Tepasi 3 bo'lar ekan, pasti 16 taqsim 9 plus 1. 3 tepaga chiqib ketsa 9 taqsim 25 5 chiqadi. 9 taqsim 5 1,8. S javob ekan. Keyingisi bu ikkalasidan kosinus kvadrat x chiqarsam 2 kosinus x minus 1. Bu yerda minus chiqarsam 2 ta kosinus x minus plus 1 bo'lar ekan. Bu ham plus 1 ekan. Teng 0. Bu bilan bu bir xil, shuni qovusini tashqari chiqarib olsam 2 ta kosinus x plus 1 ni chiqarsam buni joyida kosinus kvadrat x minus 1 qoladi, teng 0. Mana bu yerdan kosinus x teng minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Bundan kosinus x teng plus minus 1 bo'ladi. Bu oraliqqa tegishli bo'ladigan bu yerda 1 bilan x teng 0 qo'ysak 1 bo'ladi. X joyiga pi qo'yganimizda minus 1 bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 bo'ladigan qiymati nima bor? O'zi minus 1 ga teng bo'lgan payti bu teng plus minus 2 pi taqsim 3 plus 2 pi n bo'ladi. 0 qo'yganimizda 2 pi taqsim 3 bo'ladi.
Boshqasiga qo'ysak to'g'ri kelmaydi. Minusi ham, plyusi ham katta bo'lib ketar ekan. Shu 3 ta yechim bor ekan. Shu 3 ta yechimning yig'indisini so'rayapti. Bularni qo'shadigan bo'lsak 5p taqsim 3 bo'ladi. Mahraj berib qo'shganda 5p taqsim 3 ekan. Aytib. 21. 21da bu chizmada sal xato ketganda bu mana yerda mana markaziy mana 0 nuqtadan o'tish kerak edi. Endi 1 bo'lish kerak edi. Chunki bu integral -2 dan 0 gacha deb beryapti-da. Mana xullas -2 dan 0 gacha deyapti. Teng deymiz uni. Modulning ichida -2 dan 0 gacha mana bu funksiya bo'lgani uchun, bu pastda bo'lgani uchun manfiy bo'lib qoladi. -10 qo'yamiz. Aniq qiymati 10 ga teng deyapti. Keyin 0 dan 1 gacha mana 0 dan 3 gacha-ku integral. O'sha integralni 2 ga bo'lib 0 dan 1 gacha f at x deymiz dx. Keyin 1 dan 3 gacha f at x dx deb bo'lib olish haqqimiz bor-da integrallar. Demak mana bu 0 dan 1 gacha b ni beryapti. B 4 ga teng. Tepada bo'lgani uchun musbat olinadi 4. Keyin s yana buni 1 dan 3 gacha s pastda bo'lgani uchun yana -6 bo'ladi. Buni hisoblasa 12 bo'lar ekan. Javob. 22 da shu funksiya berilgan hosil 20 ni qo'y debdi. Demak, shu funksiyadan hosil olsam bu ko'paytmadan hosil olaman. X dan hosil 1. Luzosida 625 minus x kvadrat. O'rta plyus bo'ladi, x bo'ladi. Endi bundan hosil 1 taqsim 2 oldinga tushadi, darajasi tushadi. 625 minus x kvadratni minus 1 taqsim 2-chisi bo'ladi. Ichidan hosil olganimizda minus 2x bo'ladi. Endi x joyiga 20 qo'y deyapti. 20 ni qo'ysak bu 400 bo'ladi. 400 dan 225 bo'lib 15 chiqar ekan. Plyusdan 20 qo'ysam, mana minus 2 bilan bu 2 qisqaradi. Mana x bilan x 2 ta 20 bu minus bo'lib ketar ekan. Minus 400 bo'lar ekan. Ko'paygan luzosida bunda 20 chiqadi va 15 chiqadi. 400 dan 225 bo'lib 15 chiqadi. Shuni hisoblashimiz kerak ekan. Bu endi 15 ga bo'ladi. 5 ga bo'lsak bu 3 bo'ladi. Buni 5 ga bo'lsak 80 bo'ladi. Bunga 3 dan bersak 45 bo'ladi. 45 minus 80 taqsim 3 bo'ldi. Buni ayirsak minusdan necha bo'ladi shunda? 35 bo'lar ekan. Taqsim 3 hosilasi mana bu. Shuniki minus 3 ga ko'paytirdi. Buni minus 3 ga ko'paytirsak 35 chiqar ekan. Siz javob. 24. Ikkita aylana bor ekan. Mana u yuzalari yig'indisini berib 60 pi deb, mana buni yuziga buni yuzini qo'shgan ekan 60 pi chiqdi. S2 ni so'rayapti. Demak, bunda segmentlar ikkalasi ham shu aylanani segmentlari bo'lyapti. Bu segment bo'lgandan keyin bu aylana bilan bu aylanadan qandaydir bir xil nisbatda deb o'xshashlik olsak bo'lar ekan. Men ham hech ko'rmagan ekanman. Birinchi marta ko'ryapman bunaqa segmentlarni o'xshashlik qilgan. O'sha S1 ni S2 ga nisbati 8 taqsim 4 ni kvadrati bo'ladi. Demak, bu qisqarib ketsa 1 taqsim 2 bo'lib 4 chiqar ekan. Demak, yuzalar nisbat 4 bo'lsa, demak buni yuzini 4 ta s desak, qandaydir buni yuzini bitta s desak bo'lar ekan. 4 ta s ga demak o'sha bitta s ni qo'shadigan bo'lsak 60 pi deb beryapti. Misol shartida bu 5s bo'lyapti. 60 pi demak bu yerdan s topadigan bo'lsak 12 pi bo'lar ekan. Bizga shu S2 ni so'rovdi. Shu 12 pi mana javob. Keyingisida shu berilgan AB vektor, AC vektor koordinatalarini topishimiz kerak ekan. Nisbatini beribdi. Demak, bu yerda A desak, bu yer 2A bo'ladi. Demak, bu yerdan bitta balandlik tushiradigan bo'lsak, bu yer 10 ekan. Endi mana bu to'g'ri burchakli 3 burchak bilan mana to'g'ri burchak 3 burchak bilan mana katta to'g'ri burchak 3 burchak bir-biriga o'xshash. Yoki falez teoremasiga ko'ra mana bu 90 bu parallel bo'lgani uchun bu tomon 2/1 nisbatda bo'lingani uchun bu tomonlar ham 2/1 nisbatda bo'lishi kerak. Mana 10 bo'lsa demak bu 5 bo'ladi.
Ikkalasi nisbat mana. Parallel seriya emas, ikki parallel to'g'risizlar bu tomonni mana misol uchun 2a yu a nisbatda bo'lsa, bu yerda ham 2y u y nisbatda bo'lishi kerak-da. Shu yerdan foydalandim 5 chiqdi. Endi 13 kvadratdan 5 kvadratni ayirsak, bu yer chiqadi 12 chiqadimi? 12 chiqdi. Demak, mana S nuqtaning koordinatasini topa oldik. X minus 5 bo'ladi. Uzunligi birgacha 5 bo'lgandan keyin demak tepaga qarab minus 12 bo'ladi. Minus 12 S nuqtaning koordinatasini topdik. Bitta B nuqtani kerak. Endi buni o'xshashlikdan foydalanib olsak, mana 2a ni gipotenuzani jami 3a ga nisbati, gipotenuzaga nisbati mana shu AB ni o'xshashlikdan foydalandim mana. Mana gipotenuzani bu gipotenuzaga nisbati, mana balandlikda bu balandlikka nisbati dedik. Endi qisqartirsak, mana qisqarsa, bu asosan 4 va bo'lsa 8 ekan. Demak, AB teng 8 ekan. Demak, bir 8 bo'lsa, buni koordinatasi x 0, y 8. Demak, AB vektor, mana nuqtaning koordinatasi 0 0. Vektor deyasash uchun oxiridan boshini ayirardik. Demak, AB bu 0 8 ekan. O'sini koordinatasi minus 5 u minus 12 ekan. Demak, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, minus 5 u minus 4 bo'ladimi? Minus 5 u minus 4. Bu minus bo'lmaydi ekan-ku. Adashib ketibman. Y musbat-ku bu. Bu o'chmadi-ku. Men tepada olganimiz uchun 12 musbat bo'ladi. Manfiy olyapmiz. S ni koordinatasi minus 5 u 12. Buni plus 12 bo'lsa, ikkalasini qo'shganda bu 20 bo'lar ekan. Bular unaqa javob bermaydi. 20. Minus 5 u 20 bilan B javob ekan. 25 da 100'ünü beribdi. Mana muntazam tomonni A desak, ildizosi 3a kvadrat taqsim 4 bo'lardi. Uchburchakning yuzi shu 12 ildizosida 3 debdi. Ildizosi 3lar ketadi. Bu yerdan a kvadratimiz teng bo'ladi. Buni ko'paytirsam 48 bo'ladi. Bu yerdan 16 ko'paygan 3 desak 4 ildizosida 3 bo'lar ekan. Tamom. Muntazam uchburchak tomonni topdim. Endi menga kichkina marka radiusini so'rayapti. Endi mana bu 2/1 nisbatda bo'linadi medianalar. Uchburchak mana yerdan bergacha medianasi bo'ladi. Mana shu ikkalasi mana yerdan bergacha 2/1 nisbatda bo'linadi. Medianalar kesishgan joyida markasi. Demak, mana bu yerni 2b desam, 1b bo'ladi. Demak, bundan ko'rib turibdiki, mana radiusi 2b ga teng bo'lyapti, aylanar radiusi. Demak, mana A nuqtadan C nuqtagacha radius 2b. Demak, A nuqtadan D nuqtagacha ham 2b bo'lishi kerak. Bir b bo'lsa, demak mana bu yerga ham b qolyapti hozir 2b bo'lish uchun. Demak, bu yerda b'mizni ikkita radius bo'lyapti, diametriga teng bo'lib qoldi. Kichkinasini diametri bo'lib qoldi. Bitta b'ni topsak bo'ldi ekan. Radiusi shu b taqsim 2 bo'lar ekan. Bu b deng 3b. 3b'miz balandlik bo'lyapti. Demak, bu balandlik bo'lsa, mana a taqsim 2 bo'ladi. Buni kvadratdan kvadrat desak, ildizosi 3 a taqsim 2 bo'ladi. Demak, ildizosi 3 a taqsim 2 miz balandlikka teng bo'ldi 3b ga. Shu a ni joyiga buni qo'yib yuboradigan bo'lsak, mana a ni olib turib mana bu joyga qo'ysak, 4 ni buni ko'paytirsak 12, 2 ga bo'lsak 6 bo'ladi. 6 teng 3b bo'ladi. 3 ga bo'lib yuborsak necha bo'ladi? 2 bo'ladi. B'miz 2 bo'lsa, bu yerga 2 ni qo'ysak, radiusi 1 bo'lar ekan. Kichkinasining radiusini so'radi 1 ekan, mana javob. Keyingisida 26 shuni berilgan ekan, uchalasi teng. Mana yerda men bitta to'g'ri chiziq tushirsam o'zimdan, mana A nuqtadan D nuqtaga to'g'ri chiziq tushirdim, uchburchak paydo bo'ldi. Mana bu uchburchak uchun, mana bu uchburchak uchun bir ixtiyoriyli bu uchburchakda mana shu uchalasi bir-biriga teng bo'lganda, mana bu burchak 90 gradus bo'lishga majbur bo'ladi. Sababi bunday qilsak ham bo'ladi. Mana bu burchak alfa desak, mana bu yerda beta deydigan bo'lsak, bu alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ladi, mana bu yer beta bo'ladi. Endi mana ikkita alfa, ikkita beta, ikkita alfa plus ikkita beta bo'ldi. Mana katta uchburchak uchunda A, D, B,
A, B, D uchburchak uchun 2 alfa 2 beta teng 180 deydigan bo'lsak, alfa plus betamiz nima chiqadi? 90 chiqadi. Demak bu 90 bo'lsa, demak mana bu 90 bo'lib qoldi. Mana D burchagimiz 90. Bu 90 bo'lsa, demak bu A da balandlik bo'lyapti. Bu o'zi to'g'ri burchak uchburchakda gipotenuzaga tushirilgan balandlik, buni proyeksiyalar ko'paytmasin kvadrat tengida. Bunga ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsam 16, 16 bo'lsa, demak bu 4 bo'lgan. Endi 4 kvadratga 8 kvadrat qo'shsak x kvadratni beradi. 4 chiqarib olsak, 2 qolsa ilzosida 5, 4 ilzosida 5 bo'lar ekan. Mana bu javob. 27. 27 da ham deyarli shunaqa A nuqtadan D nuqtaga bitta chiziq olsak, demak A nuqtadan B nuqtaga bitta chiziq chizamiz. Uchburchak paydo bo'ldi. A, D, S degan bitta katta uchburchak. Bu mana bu D, F bu mediana bo'lib qolyapti. A, Y ham mediana bo'lib qoldi. Medianalar kesishgan joyda 2/1 nisbatda bo'linardi. Demak 2/1 nisbatda bo'lishidan foydalanamiz. Mana yerni 2A desam, bu yer A bo'ladi. Endi shunga ko'ra mana bu yerda S desak, bu yer 2S bo'ladi. Bu yer 2S bo'ladi. Bu tomondan ham mana bu yerni 2B desam, bu yer B bo'ladi. Demak, o'ram keyin nima bo'ladi? S bo'lib qoladi. Bir 2S bo'ladi. Xullas mana 6 ta S bo'ladida bu. Endi mana uchburchak uchun mana A, B, mana bu Y, mana bu uchburchak uchun mana bu A, D mediana bo'lyapti. Teng 2 bo'lgani uchun. Demak, mana buni yuzi 3S bo'lsa, buni yuzi ham 3S bo'lishi kerak. Demak, bu ham 3S ekan. Endi to'rtburchakning yuzi 5 ta S bo'lyapti. 5 S'imiz bizga teng bo'lyapti 40 ga. Bundan S teng necha bo'ldi? 8 bo'ldi. S 8 bo'lsa bizga nimani yuzini so'radi? A bo'lsa katta uchburchak yuzini so'radi. Mana A, D, S ni yuzi 6 ta S, 6 ta S ga 3 S ni qo'shsak 9 S bo'lyapti. Demak, S bo'lsa 72 ekan. B javob. Keyingisida muntazam en burchak berilgan ekan. Muntazam bo'lsa, demak bunga aylana tashqi chizish mumkin. Demak, bunga biz bunda qilib bitta aylana tashqi chizamiz. Shu tashqi chizildi deb tasavvur qilaylik. Katta ketgan. Kichraytirish iloji bormi? Bor edi u. Aylana chizib oldik. Aylana chizganimizdan keyin mana bu yerdan bitta to'g'ri chiziq chizsak, mana F nuqtadan B ga. Chiziqlar bu yoqqa ketib qolyapti bu. Xullas, shu F nuqtadan bu yoqqa bitta to'g'ri chiziq chizdik. Endi muntazam bo'lgandan keyin bu hammasi teng. Mana YF bilan bu uzunligi teng. Uzunligi teng bo'lsa, demak vatarlar teng bo'lyapti aylana uchun. Vatarlar teng bo'lsa, demak mana bu burchakni alfa desam, bu burchak ham alfa bo'lishga majbur. Ikkalasi mana bu Y, B, F burchak A, F ga tiralgan, mana vatarga tiralgan. Bu tomondan S va vatarga tiralgan. Ikkita vatar teng bo'lgani uchun burchaklari ham teng bo'ladi. Demak, bu yerdan ko'rinib turibdiki, bu alfaga, bu alfani qo'shsak, mana uchburchak uchun, mana B, K, F uchburchak uchun ikkita burchak yig'indisi uchinchi burchak tashqisiga teng. Demak, alfaga alfani qo'shsak 36 bo'lishi kerak. Bu yerda alfa teng necha bo'lyapti? 18 bo'lyapti. Alfa 18 chiqdi. Demak, bu alfa 18 bo'lsa, demak mana bu S, B ga tiralgan burchak alfa 18 bo'lsa, buni markaziy burchagini oladigan bo'lsak, markaziy burchak shundan 2 marta katta bo'ladi, 36 bo'ladi. Demak, bu mana bu chiziq vatar, shunaqa vatarlardan nechta bor? N ta bor. Har biriga tiralgan markaziy burchagi 36 dan bo'ladi. Markaz uni
nima deydi? Muntazam bo'lgandan keyin. Demak, shunaqa 36 burchaklardan entasi 360 gradus bo'lishi kerak jami. Bu yerdan endi topsak 10 chiqar ekan. Demak, 10 burchak qilgan ekan mana. Bu javob. 29. 29 da bizdan x ni so'rayapti. X ni so'rasa, tasvirlarni o'zini bergan-ku. Radiusini mana bu yerdan bitta diagonal tortsak, AC diagonal tortdim. Endi ACD uchburchak uchun sinuslar teoremasidan foydalansak, mana bu CD ni burchak CD ni sinus alfaga nisbatan ikkita radius bo'lardi-ku. Bu anoda sinuslar teoremasi shunaqa. 4 ildiz 3 taqsim sinus alfa teng radiusi o'zi 8. Bu yerdan sinus alfani topsam, ildiz 3 taqsim necha bo'ladi? 2. Qachon shunga teng edi? 60 gradus. Demak 60 chiqdi bu burchak. Men burchakni beta deymanda, endi bu 4 taqsim sinus alfa teng 2 ta radius desam, 2 ta 4 desak, bu yerdan sinus bu beta deganim. Sinus betani topsak 1 taqsim 2 bo'lar ekan, 4 bilan qisqarib qo'ysak, bu beta teng 30 gradus ekan. Demak bu 60, bu 30 bo'lsa, demak bu burchak 90 ekanda. Bu burchak 90 bo'ladigan bo'lsa, mana BD ni o'tkazsak, bu diametr bo'lar ekan. BD diametr ekan mana bu. Diametr 1.90 ekan. Demak 1.90 bo'lsa, bu ham 90 bo'lishga majbur. Diametr bo'lgandan keyin endi bu 4 ildiz 3 kvadrat buni kvadratni qo'ysak, uni kvadrat beradi. Mana gipotenuzani beradi. Gipotenuzani topsak necha bo'ladi? 8 chiqar ekan. 1 8 bo'lsa, endi x kvadratga 4 ildiz 2 ni kvadratini qo'shsak ham 8 kvadratni berish kerak. Bu yerdan x topsak 4 ildiz 2 chiqar ekan. Javob. 30-si, demak bu burchak 60 ekan. Tekislar orasida burchak 60 ga teng, sharni hajmini toping. Sharni hajmini topish uchun radiusini topishimiz kerak. Demak, nima qilamiz? Mana bu yerdan bu yerga o'tkazsak, urinma bo'lgani uchun bu 90. Shar mana yerda urinyapti. Demak, bunda o'tkazsak, bu sharni markazi bissektrissada kesishgan joyida bo'ladi desak bo'ladi. Burchak 30 bo'ladi. 30 gradus qarshisidagi radius bo'lsa, bu yer ikkita radius bo'ladi. 1 ildiz 3 radius bo'ladi. Bizga nimani bergan o'zi? PH. Mana shu P bo'lgan. P dan H gacha deb bersa, ildiz 3 ta radius beryapti ekan. 6 ildiz 3 deb. Bu yerda radius topsak, bular qisqarib ketsa 6 bo'lar ekan. Sharni hajmi 4πr kub taqsim 3 edi. P o'zi bu yoqda qolishi kerak ekan. 4 ko'paytirilgan P 6 ni kubi 36 desak, 6 ko'paygan 36 ko'paygan 3 desam, bu bilan qisqarsa bu yerda 2 8 8 ming ko'paysa 288 pi bo'ladi. Pisini o'zi bu yerda aytib qo'yibdi. Shuning uchun 288 deganlar ajoyib. 31. 31 da aytibdi. Mana A berilgan, B berilgan to'plamlar uchun deyapti. Shu tenglik o'rinlaygan mana bu. Ikkalasining kesishmasi. Demak, ikkalasining kesishmasida 5 bilan 6 bor. Demak, B to'plamda o'sha -3 minus bu, demak, mana bu ikkalasi 5 bilan 6 bo'lganda, demak, x - 2 teng 5 desam, y + 3 teng 6 desam bo'ladi. Yoki shu joy almashish ham mumkin edi. Yig'indisini so'rayapti, bizga farq qilmaydi. Shuni qo'shaversak, o'zimizda x topsak 7 bo'ladi, bu yerdan y topsak 3 bo'ladi. Shuni qo'shsak 10 chiqar ekan. Ajoyib. 32. Turli xil rangdagi ikkita koptok bor ekan. 6 ta o'quvchiga har birini nechta koptok berishimiz mumkin? Bittadan bermaydi. Xullas, mana ikkita koptok bor deb, bittasi qizil koptok, bittasi qora koptok. Demak, shu ikkita koptok 6 ta o'quvchiga bermoqchi. Demak, bu qizil koptokni 6 tadan birorta bolaga beradi. Qora koptokni qolgan 5 ta boladan birortasiga beradi. Kombinatsiyalar shular ko'paysa 30 ta kombinatsiya ekan. Ajoyib. Keyingi savol. Mana shu ko'rinmayapti, bizam bu yoqda ekan. 33-savol. Demak, trapeziya berilgan, burchaklari berilgan ekan. Nimani so'rayapti?
Prizma hajmi. Prizma hajmi topish uchun asosiy yuziga balandlik ko'paytirishimiz kerak. Balandlik kerak ekan. Balandlik topish uchun birinchi radius topish kerak ekan. Demak, trapetsiyani chizib olamiz. Trapetsiyani chizib oldim. Bitta asosi necha edi? 7. Asosi 7, bittasi 15. Bu teng oldi deganman. Aylana chizgandan keyin teng olib bo'lishga majbur o'zi. Bu yerda bitta balandlik tushirsak, mana trapetsiyani burchagi 60 ekan. Bu 60 bo'lsa, mana burchagi 30 bo'ladi. Katta asosdan kichik asosni ayirib 2 ga bo'lsak, mana bu yer chiqadi. Ayirsak 8, bu 4 ekan. 30 ni qarshisida 4 bo'lsa, demak mana 90 ni qarshisida yon tomon 8 ekan. Bu 4 ildizosi 3 bo'ladi. Demak, bizga nima kerak? Bunga tashqi chizilgan aylanani, mana bunga tashqi chizilgan aylanani radiusi kerak. Bu radius topishimiz uchun nima qilamiz? Mana diagonal topsam bo'lar ekan. Diagonal topsak, mana bu yer 4 bo'lsa, demak bu yer 11. 11 ni kvadratiga 4 ildizosi 3 kvadratini qo'shsam, diagonal kvadratini beraman. 4 ildizosi 3 kvadrat nechi? 16, 48. 48 ga 121 ni qo'shsak necha bo'ladi? 169 bo'lyapti. 169 bo'lar ekan. Demak, d teng 13 ekan. Diagonal 13 ekan. Endi diagonal 13 chiqdi. Endi mana shu uchburchak paydo bo'ldi-ku mana bu. Mana bu uchburchak uchun bu tashqi chizilgan aylananing radiusi bo'ladi-mi? Uchburchakka tashqi chizilgan radius va sinuslar teoremasidan foydalansam 13 taqsim sinus 60 teng ikkita radiusga. Sinus 60 gradusda nima teng edi? Ildizosi 3 taqsim 2. Bu yoqqa ko'paytirib yuborsak 13 taqsim ildizosi 3 bo'lar ekan. Radius chiqdi. Demak, mana radius chiqdi bizga. Mana balandlik kerak-da, mana yer 90. Demak, mana burchak 60. 60 qarshisidagi radius bo'lsa 30 qarshisidagi radius taqsim ildizosi 3 bo'ladi, kichikroq bo'ladi. Bu 2r taqsim ildizosi 3 bo'ladi gipotenuza uzunligi. Demak, balandlikni ham topdik. Bizga nima kerakdi? Prizma hajmi. Prizma hajmi asos yuziga. Asosining yuzi, demak, o'rta chizig'ini topish kerak. 7 ga 15 ni qo'shsam 22. 22 taqsim 2 ko'paygan h. H 4 ildizosi 3 edi. Asos yuziga balandlik ko'paytirish kerak. Balandligi r taqsim ildizosi 3 bo'lsa, r 10 bo'lsa, demak balandligi 13 taqsim 3 bo'lar ekan. 13 taqsim 3 ni qo'yamiz. Nima bo'ladi endi? Bu bilan bu ketsa 11. Ko'paysa 44. 44 ni 13 ga ko'paytiramiz ekan. Ildizosi 3 turibdi-ku. 44 ni ko'paytiramiz 13 ga. 572 ildizosi 3 taqsim 3. Bunaqasi bormi o'zi? 572 b ekan. Demak, bu b javobi ekan. 33. Prizma yon sirti. Prizma yon sirtini topish uchun asosini perimetriga balandlik ko'paytirib qo'ysak chiqadi. Asosining perimetri trapetsiya 8, 8, 7, 15, 22, 30, 38 ekan. Perimetri 38, balandligi necha bo'ldi? Balandligi 13 taqsim 3 midi? 13 taqsim 3 ni qisqarmaydi ekanda. Buni ham ko'paytiramiz ekan. Demak, 13 ni ko'paytiramiz 38 ga. 494. 494 taqsim 3 bo'lar ekan. 494 taqsim 3 d ekan. Silindr hajmi. Silindr hajmi pi r kvadrat ko'paygan h asosli yuziga ko'paytmas. Pi asosining radiusi nechi bo'ldi? Asosining radiusi 13 taqsim 3 ildizosi 3 edi. 13 ni kvadrat taqsim ildizosi 3 ni kvadrat. Balandligi 13 taqsim necha bo'ldi? 3 bo'ldi. Pi ni o'rniga 3 qo'ysak, bu bilan mana bitta 3 qisqarib ketadi. 13 ni kubi bo'lar ekan. 13 ni kubi degan 169 ko'paygan 13 degan
2197 taqsim 3 ekan. 2197 taqsim 3 f ekan, f. 35 ga f bo'lar ekan. Qolganini endi qilishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Shu yog'ini bir yuklab qo'yaylik videoga, YouTube'ga degani.